C# haqidagi darsimiz davomlashyotdi. Sondan ishlatish. Biz oldingi soatlik darsimizda sondanga munosabatli ba'zi hukmlarni tushunib o'tdik. Ya'ni biz sondanning nimaligini, qanday narsa ekanligini o'qidik. Endi biz bu darsimizda sondanga mashg'ulot elib berishni so'zlaymiz. Sondan mashg'uloti odatda har xil usullar bilan amalga oshadi. SQL jumlasi bilan amalga oshiramiz. Yoki link to SQL ishlatamiz, yoki entity framework ishlatamiz, yoki boshqa sondan mashg'ulotlar orqali sondanga nisbatan yezish, o'qish, izlash mashg'ulotlarini elib berishimiz mumkin. Endi biz bu yerda C#da Visual Studio ta'minlangan eng oddiy usulni tunishtirib o'tamiz. Chunki sondan mashg'uloti yana bir cho'ng soha. Buningkiga bak inchikilab kelsak, vaqt bak uzrab ketadi. Shunga buni amal va qisqa, oddiylam shaklda tunishtirib o'tamiz. Mumkin bo'lsa, nisb bo'lsa, sondan haqidagi darsimiz yana ayrim tema bo'lib so'zlanishi mumkin. Biz Visual Studio'da amaliy mashg'ulot qilaylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdik, yangidan bir projekt quraylik. İsmi using database sondan ishlatish. Biz bu dersimizde işlediğimiz sondan eksiz sondanı. Bu yerda eksiz sondanni qurish usulimi so'zlanmaydi. Buni eksizni qo'zg'atib, bevosita o'zingiz mashg'ulot qilib ko'rib olsangiz bo'ldi. Ya'ni o'zingiz xohlagan jadval va jadvalning stollarini qurib ishlatsangiz bo'ldi. Yoki tayyor sondan ambiri bo'lsa, shuni ishlatsangiz bo'ldi. Biz Visual Studio'ning ishida turib sondanni ko'rmoqchi bo'lsak, Visual Studio'da data source deb bir bo'lak bor. Ya'ni bu bo'lak bu navoda chiqmay qolib qolsa, buni tanlab chiqarib bersak bo'ldi. Ya'ni data source ko'zniki view tizimligining ichidagi hozir Windows'ning ichidan chiqadi. Ya'ni data source. Bu yerda biz sondanni ulab, uningga nisbatan yana mashg'ulot yaparamiz. Ya'ni buning sondanning ichidagi mazmunlarni ko'ra olamiz. Bu ko'znak chiqqandan keyin biz add new data source, ya'ni bir sondan manbasi qo'shish deganni chekib, bu yerdan qanday tipdagi sondanni ulaydiganligimizni tanlab beramiz. Ya'ni biz database ulamoqchi. Biz buni dataset orqali ishlatmoqchi. Endi bu yerda siz bir ulanish qurib bering deydi. Biz burun qurgan ulanish yo'q. Shunga bu yerni yangidan quramiz. Ulanish qurmoqchi bo'lganda biz bu yerdan access'ni tanlaymiz. Navoda SQL server ishlatmoqchi bo'lsak, SQL serverni yoki boshqa sondan sistemlar qachongan bo'lsa, uni bu yerdan tanlab bersak bo'ldi. Bu yerdan access'ni tanladik. Okay. Endi bu yerdan hujjatni tanlab beramiz. Hujjatning adresini diskidan o'zimiz saqlagan mundarajdan ochib, hujjatni tanlab bersak, uning ochish knopkasini bosamiz. Bu yerda hujjatning to'liq adresi bu yerga yozildi. Navoda sondanga parol o'rnatilgan bo'lsa, buning parol bilan userning ya'ni ishlatuvchining nomini yozib beramiz. Bo'lmasa yozmasak bo'ldi. Bo'lsa cho'qim yozishimiz kerak. Endi buni tanlab bo'lgandan keyin sondan normal ulanamdi, ulanmamdi. Buni tekshirish uchun test connection'ni bosamiz. Ya'ni test connection successful, ya'ni normal ulandi. Navoda parol bo'lgan vaqtda parol xato bo'lib qolsa, bu sondan ulanmaydi. Yoki hujjatning adresi xato bo'lganda. Ulandi, biz endi OK knopkasini bosdik. Next. Endi bu yerda bir ko'znak chiqib bizdan so'rayotdi. Bu sondan projektninki
ichida emas, yana boshqa yerda. Bu projektni bu sandan hujjatni projektning ichiga akramsiz deydi. Biz ha desak buning ichiga kirdi, yo'q desak kirmaydi. Buni yo'q desak hozir ishlataveramiz, lekin programmamizni boshqa yo'tkiganda yoki boshqa kompyuterda ishlatgan vaqtida sandanni topolmay bu yerdan xatolik chiqadi. Shuni biz projektning ichiga akirsak sandan billa mangdi. Endi bu yerda bu ulanishga bir ism qo'yib bering deydi. Bu xalogan ism qo'ysak bo'ldi. Bu o'zining ismini turaversin. SQL connections uchun. Next. Endi bu sandanda jadval va view, ya'ni ko'rinma bor. Buningki qaysilarini ishlatsiz, qaysilarini ishlatmaysiz. Shuni so'ramoqchi. Ishlatilganlarni datasetning ichiga akiradi. Endi biz burunmi deb o'tgan sandan jadvallarni tuzildi. Endi bu view degani amaliyotda mavhum jadval. View mustaqil jadval shaklida saqlanmaydi, lekin jadvaldagi mazmunlarni tanlab elib yoki bir qancha jadvalni birlashtirib bir dona view qilib bo'ldi. Bu viewni yine jadvaldan o'xshash ishlatgili bo'ldi. Lekin saqlangan vaqtida bu aslidagi jadvalda saqlanadi, ko'ringan vaqtda viewda ko'rinadi. Biz view laylimigan ambarda viewning ichida hech nima yo'q. Jadvallar bor. Shuna jadvallarni tanlab berdik. Tamam. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, bizningki ambarimiz bu yerga ulandi. Buning ichida 3 dona jadval bor ekan. Birisi class, classes, yana birisi score, natija, yana birisi student, o'quvchi. Buningki stollarga qarab baksak, class yani sinfda 2 dona stol bor ekan. Birisi numar, birisi sinfning ismi. Natijaga qaraydigan bo'lsak, buning ichida numar, matematika, biologiya, fizika, o'quvchining numeri deganlar bor ekan. Endi o'quvchi deganga qarasak, o'quvchininki numeri, ismi, familiyasi, bunun cinsi, yeshi va tava sinfning numeri bor ekan. Biz bu orqali sandanninki tafsilotini, yani detallarini ko'ra olamiz, shundaqla mazmunini ko'ra olamiz. Navoda mazmunini ko'rmoqchi bo'lsak, masalan, bu o'quvchi jadvalini ko'rmoqchi bo'lsak, preview data, ya'ni uchurni, ma'lumotni ko'rib beqish. Bu yerda bir ko'znak ochildi. Endi biz preview knopkasini bossak, bu yerda mazmun chiqdi. Ya'ni bu yerda faqat bir tanlam rekord bor ekan, ya'ni bir qurlam mazmun bor ekan. Biz boshqasini ko'rib boqaylik, masalan, sinfni. Preview, bu yerda 4 dona sinf bor ekan. Birinchi yillik birinchi sinf, ikkinchi yillik birinchi sinf deganga o'xshash. Endi natijaga qarab baksak, natijaning ichida bir qurlam natija bor ekan. Ya'ni birinchi nomerli o'quvchininki 3 pandagi natijasi. Endi biz bu sandandagi uchurlarni ko'znakda ko'rsatish va bu sandanga uchur qo'shish, o'zgartirish, o'chirish mashg'ulotlarini oddiylam qilib ko'rib o'tamiz. Biz Windows'da yana C# da ko'p ishlatilgan kontrollarni ko'rib o'tgan. Endi biz u vaqtda ko'rmagan kontrollardan sandan mashg'ulot qiladigan bir qism kontrollar bor. Masalan, bu data degan ishga qaraydigan bo'lsak, bir qancha kontrollar ekan. Biz jadval shaklida uchurni ko'rsatgan vaqtimizda data grid view degan kontrolni ishlatamiz. Men buni so'rab keldim. Data grid view'ni qurdik. Buningga ism qo'ysak, TGV, data grid view students, yani o'quvchilar. Buningga bu yerdagi 3 bo'lumni bassak, buningga data so'rasini ulab ber deydi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, biz
Visual Studio'ga ulagan ulanish, ya'ni sondanning ulanishi bu yerda chiqadi. Ya'ni biz SQL degan datasetdan birini qurdik, ulanishni ulagandan keyin bizga dataset qurib berdi. Ya'ni dataset sondanninki programmalashtirishi, ya'ni sondanning programmadagi tasviri. Sondanni diskida saqlanadi hujjat shaklida. Bu dataset hujjat shaklidagi ambaninki programmada tasvirlanishi. Biz datasetga mashg'ulot yapsak, bu diskidagi databasega, ya'ni sondanga bevosita mashg'ulot yap boradi. Bu yerda biz bu jadvalda qaysi jadvalni ko'rsatmoqchi bo'lsak, ya'ni bu GridView'da qaysi jadvalni ko'rsatmoqchi bo'lsak, shuni bu data source'ga tanlab beramiz. Masalan, o'quvchini tanladik. Bu yerda o'quvchi jadvalining stollari bu yerga avtomatik o'zi qo'shildi. Hamda mazmun buni ijro qilgan vaqtdan chiqadi. Ijro qilib ko'raylik. Ya'ni ijro qilsak, bu yerda bu jadvalda boya biz ko'rgan bir qurlam rekord bo'lyapti. Shu rekord chiqdi. Yana biz sondandagi uchurlarni ko'rsatish maqsadiga to'xtalib, ko'p mazmunlar bo'lsa bu jadvalda emas chiqadi. Ondan bu yerdagi scroll bar bilan, ya'ni o'rish talchisi bilan o'rib ishlasak bo'ladi. Yana bu sondandagi uchurlarni jadval shaklida ko'rsatish. Cho'qim bir GridView'da birdan jadval ko'rsatamiz. Yana boshqa sondonlarni ko'rsatmoqchi bo'lsak, boshqa GridView'da ko'rsatsak bo'ladi. Yoki program orqali jadvalninki data source'ni, ya'ni sondon manbasini o'zgartsak, boshqa mazmunlar chiqadi. Endi biz bu sondonga uchur qo'shishni ko'rib o'taylik. Biz bir dona knopka qo'shaylik. Button add row. Bunun text'i add bo'lsin. Endi biz datasetga nisbatan mashg'ulot yapasak, bu uchurimiz sondonga saqlanadi. Biz qurgan datasetning ismi SQL dataseti. Bunun ichida biz o'quvchi deganga mashg'ulot yapmoqchi. Students. Buningkiga add student deb bir funksiyasi bor ekan. Ya'ni metodi. Biz buning ichiga parametr bersak, bizning bergan parametrimizni sondonga saqlaydi. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, ikki dona parametr bor ekan. Birisi row, ya'ni qur, yana birisi bir qurning ichidagi mazmunlarni tafsiliy biladi ekanmiz. Buningki row bergan vaqtimizda yangidan bir rowni aniqlab olib, uningki masalan o'quvchi quri bo'lsa, buningki ismi, nomeri, jinsi, yeshi deganga o'xshash uchurlarni xosligini to'ldirib, undan keyin shu bir parametrni bu yerga bersak bo'ladi. Biz hozir ikkinchi parametrni ishlataylik. Buningda biladiganimiz oldi bilan o'quvchininki ismi, masalan Dengiz, undan keyin buning familiyasi Ali, undan keyin buningki jinsi. Mana shu shaklda yozamiz. Undan keyin buning yeshi, undan keyin bu qaysi sinfga tava. Masalan 4 tane sinf borda, biz buni ikkinchi o'rindagi sinfga qataylik. Ikkinchi o'rindagi sinf, birinchi yillik ikkinchi sinf.
biz bu qurni oxirlashtirdik. Yana bu bizningki sondinimizni 3 jadval bo'lyapti. Sinib, o'quvchi, natija qatorliq. Biz o'quvchi jadvaliga bir dona o'quvchini qatmoqchi bo'lib, bu bir qur kodni yozdik. Hamda biz buni ijro qilib ko'raylik. Programmamiz ijro bo'ldi. Aslidagi birlam qur natija bor. Hamda buni add knopkasini bassak, ikkinchi qur. Yani biz qo'shgan mazmun qo'shildi. Yani bu yerda ismi, familiyasi, jinsi, yeshi, tava sinib. Yani 4 tane sinib batdi, buningki ikkinchisi. Endi bu yerdagi tartib nomerini biz yozib bermagachga bu yerga -1 deb qaytilibdi. Buni xohlagancha o'zgartirib olsak bo'ldi. Bu sondonga uchur qetish mashg'uloti. Biz bu yerda faqat birlam sondonni uchur qatdik, masalan o'quv jadvaliga. Sinib jadvali yoki natija jadvali mo shunga o'xshash, lekin parametrisi o'xshamaydi. Yani bu yerda jadvalninki mazmuniga asosan buning ichiga bo'lgan parametr o'xshamaydi. Ondan bu yerdagi metod yani funksiyaning ismi o'xshamaydi. Endi biz programmamizni qayta ijro qilib ko'radigan bo'lsak, biz oldin qatim qo'shgan bir qur kodning bu yerda ko'rinmaganligini bayqaymiz. Buning sababi biz datasetga mashg'ulot qilib biz bu knopkani bosgan vaqtimizda bir qur uchur datasetga saqlandi. Datasetni biz sondonninki programmadagi tasvirga, lekin bu datasetdagi mazmun diskidagi hujjatga saqlanmadi. Şunu biz bunu saqlaydigan bir qur kodni buning keniga qo'shib qo'yishimiz kerak. Yani bu yerda saqlash uchun har bir jadvalning nomida bir jadval boshqaruvchi oldu. Yani table adapter. Student table adapter. Buningkiga update. Hamda buningki bir degan parametrimiz odatda jadvalni parametr qilib bersak bo'ldi, ya'ni datasetning ichidagi school dataset student jadvali. Bu bir qur kodni qo'shgandan keyin biz datasetga yozgan mazmunni diskidagi jadvalga, ya'ni diskidagi sondonga yengilib o'tadi, ya'ni update qilib o'tadi. Endi biz programmamizni qayta ijro qilib ko'raylik. Jadvalda boshqa yangi mazmun yo'q. Add knopkasini bosdik. Bir qur mazmun qaytildi. Endi programmamizni taqab qayta qo'zg'atib boqaylik. Taqdik. Qayta qo'zg'atdik. Ikkinchi qurdagi mazmun yana bu yerda saqlanibdi. Demak biz datasetga mashg'ulot qilgan vaqtimizda cho'qim buni bir qatim update qilib diskidagi hujjatga yozib o'tishimiz kerak. Endi biz davomli boshqa mashg'ulotlarni ko'raylik. Biz ikkinchi qadamda sondondagi uchurni tahrirlashni ko'rib o'taylik. Button update yoki edit tahrirlash. Update tekstini update qilib oldik. Endi buning ichiga kod yozsak, biz yana oldin qatim qo'shgan bir kodga o'zgartirish kiritaylik. School dataset student buningki birinchi indeksdagi qurning first name yani ismi first name tan biz aslidagi latincha yozilgan xatlarni uyg'urchaga o'zgartirib buni yanglab yana tahrirlab saqlaydi.
Aldı bilen kodunu yazıverip xetini keyin yazaylı. School data set student birinci indeksteki qor last name school data set student gender. Bizdinki bu jadvalimizde jami 5 tane ston batdi. O'quvchining nomeri bilan 6 ston. Biz buning ichidan bu oldingi 3 stonning mazmunini o'zgartirdik. İsmi Deniz, familiyasi Ali, cinsi kız. Endi biz yana o'xshashla bunimi jadvalni yangilab o'tishimiz kerak, ya'ni update qilib o'tishimiz kerak. Student table adapter update school data setning ichidagi student jadvali. Endi programmamizni ijro qilib ko'raylik. Yana burunqi mazmun bor. Endi biz update knopkasini bassak, bu ikkinchi qurdagi mazmun uyg'urcha o'zgardi. Yana bizningki jadvaldagi sonliq ma'lumotni o'zgartiradigan buyrug'imiz bu yerda amalga oshdi, mashg'ulotimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Buni qayta qo'zg'atsak, yana o'xshash saqlangan, yana biz jadvalni update qilyaptik. Endi biz oxirgi bir mashg'ulotimiz sondandagi uchurni o'chirishni ko'rib o'taylik. Buni ayrim bir knopka qo'shaylik. İsmi o'chirish bo'lsin. Knopka ismi btn delete. Buningki click adresga school data set student birinchi nomerlik o'rindagi o'quvchi. Buningki delete deb bir funksiyasi bor. Mana shu funksiyani ijro qilsak, bu sondandagi o'sha bir qur rekord o'chirildi. Navani buni 0 deb yozsak, birinchi qurdagi 1 deb yozsak, ikkinchi qurdagi rekord o'chadi, yana xotira. Navani 2 dan cho'ng qilsak, bizning jadvalimizda faqat 2 lam qur bor. Bu yerda xatolik kelib chiqadi. Cho'qim qaysi o'rindagi uchurni o'chirganligimizni biz cho'qim bilishimiz kerak. Endi biz buni yana o'xshashla jadvaldan yengilib o'tishimiz kerak. Update school data set student jadvali. Endi biz buni ijro qilib ko'rsak, biz qush bilan yangilashni ko'rib bo'ldik. Endi biz buni o'chiraman desak, delete ikkinchi qur o'chdi. Yana yangidan mazmun qo'shsak, qo'shiversak bo'ldi. Yana biz qo'shish, yangilash, o'chirish mashg'ulotlarini mush knopkadan bevosita ilib olsak bo'ldi. Shuning bilan sondonga munosabatli so'zlaydigan darslarimiz o'sha yerda tugadi. Sondonga munosabatli texnik ko'p mazmunlarni mumkin bo'lsa ayrim bir tema qilib so'zlashimiz mumkin.